Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz alfabet. Ko'rishlaring mumkin, tayyor qilib yozib qo'ydim. Tushuntirib o'tib ketaman. Ingliz tilida 26 ta notga yozaylik. Ingliz tilida 26 harf bor. Nuqta. Ulardan 5 tasi unli hisoblanadi. Unlilarni sariq qilib qo'yganman. 1 2 3 4 5. 5 ta unlimiz bor. Endi nimaga men voyni yashilga olib qo'ydim? Sababi voy istisnolar bilan unli tovushga kirishi mumkin. Ba'zi hollarda batamom to'liq bo'lib emas, ba'zi hollarda. Hozir uni oxirida ko'rsataman. Ingliz tilida 26 ta harf bor. 5 tasi unli, bittasi istisno bilan. Konsonant undoshlar 20 ta. Undoshlar ko'rib chiqishimiz mumkin. B, D, F, C, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Men W'ni yozib qo'ymadim. W qolib ketdi. Sorry guys. Shunaqami? Nima bo'lyapti menga dedi. Yozganman, yozilmabdi bu yerga. Mana. Y, W, X, Y, Z bo'ldi. Ko'rishimiz mumkinki, mana 20 ta undosh, 5 ta unlilar. Endi bu havo rangida. Havo rangga olib qo'ygan ikkita harfim bor. Ya'ni bittasi C. Biz C deb o'qiymiz. Ba'zi hollarda K bilan talaffuz qilishimiz ham mumkin. We can say K or S. Before, ya'ni oldin, shu harflarimizdan oldin biz C deb o'qiymiz bu K harf, C harfini, C o'qiladi-ku. Sand, city, cycle. Mana ketyapti. A, E, W. Before, oldin, qolgan barcha deylik. Matga. Ko'chib turaymi? Shuna bo'lib qolishi yomon-da, shuni. Vaqt oladi. Short English shadowing. Qolgan barcha undosh deylik. Unlilar ham bor-ku. Qolgan barcha unli undosh harflardan oldin kelsa K deb talaffuz qilamiz. Cat mana. Bu unli. Clip L bilan kelyapti, L dan oldin kelyapti, ya'ni bu ham K deb o'qiyapti. E dan oldin kelyapti, bu ham K deb o'qiyapti. Xuddi shunaqa. Clip, cat, cloud, bulut. Cloud ketaveradi. Endi bu yerda yana G harfimiz bor. O'zi G deb talaffuz pronunciation qilinadi. Pronunciation deb turgan. Qaranglar. Bu ham xuddi shunaqa. We can say G or G. Qachon biz G yoki J deb aytamiz? Yana shu harflardan oldin E, I, Y harflardan oldin kelsa biz G deb talaffuz qilamiz. O'zi yozib qo'yganman mana qoraga olib. Jam, giant, mana shu qanaqa giant o'qilmaydi, giant o'qiladi yoki jim. Ketyapti mana E, I, Y o'zbekchasiga. Qolgan barcha hamma harflardan oldin G o'qilaveradi mana. Garden, gold, glad, xuddi shunaqa. Endi xuddi shunaqa bo'lgandan keyin
Mani o'zi chaqirib qolishdi. Sorry guys.